xotirasi ko'proq obrazli bo'ladi. Ular ranglar, shakllar va holatlar orqali eslab qoladi. Bolalarning diqqatini uzoq vaqt ushlab turish juda qiyin hisoblanadi. Shuning uchun o'yin orqali ta'lim samarali bo'ladi. Tafakkur va ijodiy rivojlanish. Bu yoshdagi bolaning abstrakt fikrlashi hali to'liq shakllanmagan bo'ladi. Shuning uchun ko'proq vizual va kinestetik metodlar samarali hisoblanadi. Ranglar, tovushlar, harakatlar orqali bilim berish tavsiya etiladi. Erkin ijodiy faoliyat. Bunda chizish, haykaltaroshlik, konstruktor bilan o'ynash tafakkurni rivojlantiradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning neyropedagogik xususiyatlari. Maktabgacha yoshdagi bolalarning neyropsixologik xususiyatlari. Bunda maktabgacha yosh, ya'ni 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lganda xulq atvorni shakllantirish oson kechadi. Ikkinchisi, sensor motor rivojlanish. Bunda bolalar harakat orqali dunyoni o'rganadilar. Shuning uchun faol o'yinlar va jismoniy harakat muhim hisoblanadi. Motorika. Bunda mayda va yirik harakatlar rivojlanib boradi. Yozish, rasm chizish, yugurish va sakrash ko'nikmalari shakllanadi. Sensorli eshitish, ko'rish, hid bilish, ushlash tajribalari. Ikkilar gruppamizga mavzu yuzasidan testlar berilgan. Qaysi bir gruppa birinchi bo'lsa, shu baholanadi. Qancha vaqt beramiz bularga? 5 daqiqa. 5 daqiqa. Mavzu yuzasidan savollarimiz berilgan. Oldida javobini yozib berasizlar. Vaqt ketdi. Endi mavzu yuzasidan har bir gruppaga savol beramiz. Guruhlar o'z javob berishi kerak bo'ladi. Birinchi savolni o'qiyman. Bolalarning tasavvurini rivojlantirish uchun nimalar foydali hisoblanadi? O'sha bolalarga ko'proq ertak va hikoyalar aytish orqali o'sha bolalar tasavvurini rivojlantirish mumkin. Keyingi guruhga savolimiz. Bolalar nutqi qaysi omil orqali tez rivojlanadi? Ko'proq suhbat qilish. Yana? Guruhimizga savolimiz. Bolalar kattalarning gapini qanday qabul qilishadi? Bolalar kattalarning fikrini ko'proq harakatlar va mimikalar orqali qabul qiladi. Yaxshi. Maniki emas, maniki emas. Qara, parasan. Shunaqa bo'lmuş. Bosh. Tezak. Qo'l. Unaqa bo'lmaydi. Hatto qilganlar endi chiqib ketadi keyingi safar. Ya qo'lga qo'yadi. Shoshma. Qo'lga qo'yadi, uraylik. Mana boshlaymiz. Qarsak. Qo'l. Qarsak. Yo'q. Omadni kuzatib qarsak chaldi. Endi kim kerak menga? Yo'q, uni boshqa kiysa, boshqa kiymaydi, to'g'ri. Qarsak. Bosh. Qo'l. Qarsak. Market. Didora zo'r qildi. Bosh. Qo'l. Qarsak. Bosh. Qarsak. Bosh. Market. Bosh.
bosh, qarsak, bosh, qo'l, bosh, qarsak, bosh, qarsak, bosh, market. Tisiz Uch. Yigirma to'rt.